Kichkina xonalar uchun eng ixcham va stilli divan kravat. Bularning 3 ta versiyasi bor. Light, Pro, Best, ya'ni arzon, o'rtancha, qimmat. Hozir nimada farq borligini, bularning ergonometriyasi, ya'ni qanchalik o'tirish qulayligini, yotish qulayligini, bularni qanaqa qilib ishlatish va ularni qanaqa yana qo'shimcha funksiyalar borligini ko'rsatib o'taman. Birinchisi, kelinglar, buni kravat qilib ko'ramiz. Olib qo'yaman. Hop, mana. Bittada. Ras. Chipok. Hop, kravat bo'ldi. Endi buni kelinglar, bundoq tekshiramiz. Bitta yostiqni ham olib oling. Bundoq qo'yib olaylik-da. Mana ni, oyoq kiyimizni yechamiz. Hop. Mana yana orqaroq bemalol surilsam bo'lar ekan, mana shunday yotsam bo'lar ekan. Qarangchi, 20 sm joy qolyapti. Mani bo'yim 170, 182 примерно. Aytdi, yana ozgina joyimiz bor. Zo'r. Men ikkinchi odamman, bemalol sig'adi. Buni ustida yotish juda ham qulay. Потому что bizda mana bu va mana bu 3 ta modul, hammasi bir xil. Bir xil karkas, bir xil naполнитель, bir xil paralon, hammasi bir xil. O'shaning uchun yotganingizda fiks bo'ladi hamma yoq. Yostig'imizning ichiga halofaber va PPU sturujka solinadi. Uning atrofida mana bunaqa sintipon kapsula bo'ladi. Bu o'rtancha va arzon versiyalar. Shunaqa qimmat versiyasida mana bu kapsula уже porolondan yasalgan bo'ladi. Uni seriyasi ham SS 15 takoy yumshoq va arzon emas takoy normalniy porolon. Ergonomika. Qani o'tirib ko'raylikchi. Mazza. Buni yostig'i ham takoy semiz qilingan, mo'shni qilinganda quchoqlaydigan bunda. Shu quchoqlaydi. Unday qilib. Mazza qilib o'tirasan. Прям кайф. А сидушкасы yumshoqqina, o'ta korsajniy lenta, mana qilib to'qilganda korsajniy lenta, usta porolon вообще zo'r. Mazza qilib o'tirishga. В целом divan sifatiga keladigan juda zo'r. Mana mamtlariga ham ishlatilgan sintiponlari bor. Просто qaranglar qanaqa yumshoqda, yumshoqda ishqon to'g'ri duti bo'lib turibdi. Mana buni karkas sifatini tekshiramiz sразу. Tushunishlar uchun tagida noshka yo'q, bu osilib turgan podlokotnik. Bemalol meni vesimni ko'taryapti. Почти 90 kg ves. Tagidan ko'rsataman sizlarga buni. Bundoq qilamiz. Kстати, bu yoqqa kelgan, bu ham mana juda ham opasniy joyi, ya'ni mana bunga bela bilan qattiqroq suyangandan keyin buni sindirib olish mumkin-da, lekin bu sinmaydi. Ya'ni ko'rayotganingizdek, buni o'zi bilan tortib ketyapti, потому что bu yerda соединение такой шипаз, birinchidan fanera, ikkinchidan juda ham такой, bilasizlarmi, zo'r zborka qilinganda, u uncha-munchaga sinadigan, g'irchilab ketadigan narsa emas bu. Короче, четкий. Endi buni tagidan ko'ramiz. Mana bunaqa joylari hammasi усиленный, bu yerda двойной qilingan. Bunaqasiga ichida profil, metallический profil haydalgan. Bunaqasiga перекладиналар, чтобы qayrilib ketmasligi uchun. Дальше. Buni chexollar yechiladi. Полный chexollar yechiladi. Hamma qilib yechib olsa bo'ladi. Har doimgidek yechib, almashtirib, birinchidan yuvish mumkin, ikkinchidan bizdan yana boshqa chexol zakaz qilish mumkin. Boshqa rangda yoki вообще buni boshqa nimada, sifatda. Boshqa urovingda. Okey. Chexolni yechganimizdan keyin u ham mayli. Kelajakda agar ancha vaqt o'tgandan keyin o'tirib qolsa, baribir o'tiradi-ku, porolon-ku bu. Yumshab ketsa slishkam, просто yangisi zakaz qilsangiz bo'ladi. Mana buni ham. Ana ko'rsataman, karkasini tayansangiz ko'rasiz mana. Двойной такой усиленный, мощный qilingan, полный kleyib tashlangan hamma yog'i. Mamtlari ko'rasizlar qanaqa? Ham konfirmat, ham mamtda shipazning соединение. Hamma yog'ida shunaqa shipaz tashlangan hamma yog'ida. Такой Lego formatda yig'iladi bu. Bu uchalasini bir-biridan nima farqi borligini hozir tushuntirib beraman. Karkas bir xil, furnitura bir xil. Aytgancha karkas furnituraga 10 yil garantiya beramiz. Ularning farqi faqat mato bilan ichidagi naполнителida. Light versiyada o'rtancha zichli porolon qo'yilgan, matosi esa juda qimmat emas, lekin o'shaganda ham, ishlatganda ham mazza. Bu yoqda o'tamiz, bu Pro versiya. Bu yerda porolon o'rtancha emas, o'sha balans zichlida qo'yilgan, lekin baribir standartniy porolon. Matosiga keladigan bo'lsa, sразу ko'rinyapti. Print ancha aqlliroq takoy. Qimmatroq, o'shaganda ham naushib undan ancha yaxshi. Bu yoqqa o'tamiz. Best versiyada tkань, ya'ni matosi sразу qanaqadir boshqacha. Tam bu yerda birinchidan bukle, o'shaganda вообще boshqa ощущение, qaraganda ham, конечно, sразу premiumligi bilinib turibdi. Ichidagi porolon esa bu balansichlikda premium seriya HR porolon qo'yilgan bo'tga, bu porolon takoy elastiklik hisoblanadi. O'tirganda ham bu qo'yganlardan ozgina yumshoqroq. Bu divan haqida adashmasam hamma narsa aytib bo'ldim. No, sizlar agar savollar qo'ygan bo'lsa, kommentariyaga bizga yozib qo'yinglar, javob beraman. Optim yoki donalab olmoqchi bo'lsanglar, mana shu nomerga aloqaga chiqinglar. Pastda bizning Instagram, o'tda ham ko'p qiziqarli narsalar bor. Kutaman.